Bugün 15-may. Bangkok ishchizoda boshlanguncha remont bo'ladigan joylarni обязательно tez bitirib olishim kerak. Remontni nimaga o'zingiz qilyapsiz? Eringiz qayoqda, nimaga yordamlashmaydi deb ko'pchilik kishilar yozishibdi. Men qanday ish bilmasin, bu erkak kishini ishi ekan deb erimga qarab o'tira olmayman. U kishi ishda bo'lgan paytlarida men o'zim qilib ketaveraman. Xo'jayinim ham shundaylar, ayol kishini ishi emas ekan deb meni sharoitimga qarab yordamlashardilar. Shu yerga kelib tushganimdan beri kuxnyamni remontini o'zim qilaman. Chunki bu joyda men ko'p ishlayman. Shuning uchun ham o'zimga mos ravishda remont qilib olaman. Keyin xarakterimga keladigan bo'lsam, men kadrga qarab yolg'ondan kulib tirjaya olmas ekanman. Menda unday emotsiya yo'q. Chunki kadr oldida boshqacha, kadrdan keyin boshqacha hayotni bunday qila olmayman. Chini kerak, qandayman shundayligimcha kadrga ham shunday chiqaman. Ko'pchilik bir kishi opamiz yozibdi, turqi sovuq ekan deb. Turqim sovuq bo'lsa ham men o'z oilamga yaxshi kelin, yaxshi ona, yaxshi ayol, farzandlarim uchun mehribon onaman. Shunaqa gaplar, ko'rib turganlaringizdek oshxonamda o'tirib choy ichadigan joyini remont qilyapman. Ertaga xudo xolasa bitadi. Men bilan birga bo'linglar. Hali remont bitgandan keyin o'z qo'llarim bilan gullar, polkalar, xullas kalom оформлениясini o'zim qilaman. Chunki har taraflama menda shunday talant bor. Birga ko'rib boringlar. Bugun men kechga osh qildim. Oshni yoniga salat, yana ko'rib turganlaringizdek, kolbasa, sir, tvorog, yana ozgina undan qo'shib, chiroyligina, shiringina kotlet qildim. Like bosib obuna bo'linglar. Rahmat. Salom. Soatimiz abitga 2, soat kechki 7gacha ham remont, ham yosh bola, ham ovqat, ham hamma ishlarni soat 7gacha o'tirish kerak. Ketdik. Defartuklarni belimizga bog'ladimda, yengimda tirib, marazilikni ochib, birinchi o'rinni otni go'shtini chiqardimda, vitishga qo'yib qo'ydim. Juda ham qattiq muzlab ketgan ekan. Keyin abitga ichgan ovqatlarimizdan qolgan dasturxonlarni yig'ib, idishlarimni yuvib, hamma joyni surtib tozalab bo'lganimdan keyin xolodilnikdan samsa uchun qolgan xamirni olib, uni bo'lakchalarga, ustini plyonka bilan yopib qo'ydimda va xo'jayinim kraskani rangini ko'rib dedi. Ikkomiz rosa tortishdi. U kishi to'q kraskaga bo'yam dedi, men ochiq kraskaga bo'yam. Oxir men yengdim. Ochiq yashil kraskaga bo'yadigan bo'ldik va ovqatni tagini osib qo'ydim, sho'rva qildim. Ammo qizim hozir tapchkalarini yig'adi, yig'ishiga qarang. Birinchi eshik oldiga yig'ibdi, keyin polkaga yig'di. Bittasi sig'may qolgani uchun shunday deb yana davom ettirdi va bunday qo'ydi, unday qo'ydi, bunday qo'ydi. Oxiri yerga tashlab kirib keldi. Ovqatimni osib qo'ydimda, sharlotka degan pirogimni qilishni boshladim. Ichiga hamma masalliqlarni solib, aralashtirdim, qolpini moylab, duxovkaga solib yubordim. Ikkinchi vipchkamizni xamirni yoyamiz va ichiga sosiskani solib, oldi bo'laklarga bo'ylab, ustiga sir sepib, duxovkaga solamiz. Mana pirogimiz ham tayyor bo'ldi. Endi biz bo'yab yotgan xonamizda ochiq yashilga bo'yadik. Buni yana 2-3 marta bo'yashimiz kerak. Hali bugungi ishimiz tugamadi. Aytganimizda vipchkalarimiz tayyor, ovqatim ham tayyor. Endi uydagilarga ovqat beraman deb turdim. Bu yoqdan qizim yig'lab qoldi. Shunday like bosishni unutmanglar.
Наконец-то birinchi xonamning remontini bitirdim. Bir hafta 2 kunmi, bir hafta 3 kunmi uzarib ketdi. Bilganlaringizdek, yosh bola bor, yana xo'jayinim bir kun ishda, bir kun dam olishda, shunga qarab og'ir yengil ishlarni o'zim ham qilib zo'rg'a bitirdik remontni. Men bu xolodilnik o'zidan-o'zi oshxonada tursa issiqqa chidolmay erib, yana qaytadan muzlab qolyapti. Shuning uchun shu yerga tozalab, yuvib, ichidagi narsalarni kirgizib, shu yoqqa qo'ydim. Derazalarni yaxshilab surtib, arqa oldisini surtib oldimda, oldingi eski pardasini paka ilib qo'ydim. Chunki hamma remont bitgandan keyin yangi uzunroq parda qo'yish niyatim bor va qo'yaman. Men bu tapchani ham olib tashlash niyati bor edi, lekin ostiga narsalarni qo'yadigan joy topmaganligimizdan, saroyimiz yana kolodobka bo'lmaganligidan prosta qoldirdik. Gilam daroshkalarimiz eskirib ketgan, ularni ham yangilaymiz. Hali remontlar bitgandan keyin pollarni surtib, changlarni surtib oldim. Men bu yoqqa televizor qo'ydim. Kelasi videolarimni hali ko'rsangizlar, bu yerda apartmentlarni qilib chiqaman. Ya'ni eshikka keladigan bo'lsak, paka hozircha surtib qo'ydim changlarini. Oxirida bularni ham oppoq kraskaga bo'yash niyatim bor. Mana ko'rganlaringizdek, birinchi xonamning remonti bitdi. Rasmga qarab turganlaringizdek, apartmentlarni qilib chiqaman.